Qadrli obunachilar, ancha-muncha usta, ko'rsatib bera olmaydigan, ancha-muncha usta, ko'rsatishga jur'at qila olmaydigan obzorni mana men sizlarga zo'r qilib qo'yib beraman. Sababi mana shu narsa do'stlar, mana shu joyda yig'ilib turgan ugoloylarimizni karkas qismi hisoblanadi. Nima uchun men bu narsani ko'rsatyapman? Sababi hamma narsani ochiq, oydin, chiroyli holatda ko'rsatish kerak. Xalqqa va boshqalarga ham shunda topilayotgan pul ham halol bo'ladi, ustaga ham olganga ham baraka qiladi. Xo'p, mana shu karkasimizga usta aytayapti, aka, xudo xolasa 15 yil garantiya beraman. Endi qaranglar, Pampers prujina deyilyapti. Pampers prujina bu nima? Do'stlar, mana shu narsa Pampers prujina bo'ladi. Bu Xitoydan keladi ekan, prujinali bo'ladi. Mana bu sirenalarga qo'yiladi. Mana shu bo'ladigan bo'lsa do'stlar, mana meni ham bemalol sakratyapti. Mana shu narsa haqiqiy Pampers bo'ladi. Endi bu mana shu ustada butun holatda qo'yiladi. Bu eng zo'r tomoni. Endi ikkinchi varianti mana bu karkas qismiga keladigan bo'lsak, hozir mana bu ustidan dib tashalar ekanda, keyin Pampers prujina qo'yib, machalkalar qo'yib qoplanadi ekan. Endi buni olib turamizda. Mana bu karkas qismi hisoblanadi. Birinchidan qatorlari nihoyatda qalin to'qilgan ekan, plus o'rtasiga rekani kattasidan qo'yilgan, sababi yuk bu joyga ko'proq tushadi. Endi mana buni ustiga chiqib, mana bemalol do'stlar, mana sahrab ko'rsatib beraman. Men o'zim 60 kiloman. Ancha-muncha joyda yo'q do'stlar, bunaqa garantiya berilmaydi. Mana ko'ringlar, nihoyatda baquvvat, nihoyatda mustahkam. Xullas olgan odam maza qilib foydalanadi. Men shu ustani ishini sizlarga tavsiya qilaman. Bu usta ham bizga bergan emas. Bunda oldingi videolarimizni ham ko'p chiqaryapmiz. Olgan odam ham maza qilyapti. Do'stlar, videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa mana shu modellarimizni hammasi haqida ustalar o'zi ham birga ma'lumotini beramiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Bebelch kanalimizning hurmatli obunachilari, qadrdonlar. Mana karkas qismini men o'zim juda ham chiroyli holatda tushuntirib berdim. Mana shu soha bo'yicha ishlab chiqaruvchi usta Saydullo bo'ladi. Saydullo, charchamayapsiz. Va alaykum assalom. Oldingi videolarimizda ham mana boshqa modellaringizni ham ko'rsatib o'tdik. Sababi hali ko'pchilik siz ustamas degandagi o'sha isbotini berib bo'ldik. Ha, berdik. Endi yana ham chuqurroq bo'lib, mana karkas qismlarigacha ko'rsatib o'tyapmiz. Xudo xolasa 15 yil garantiya bor. Xudo xolasa bor. Ancha-muncha joyda bunaqa obzor qilib berish olmaydi. Qachonki o'zining ishi ishongan ustagina dadil ko'rsatib bera oladi-ku. Buning uchun siz gap so'z bo'lishi mumkin emas. Saydullo, xo'p, oldingi videolarimizda dastlabkani vodiy bo'ylab bepul qildik. Bu safarchi. Vodiy bo'ylab bepul. Bu safar ham xuddi shu holatda ketaveradi. Boshqa viloyatlarga chiroyli qilib, pakovka qilib, ha, kelishilgan holatda yetkazib beramiz aka. Xo'p, Tojikiston, Qirg'izistonga ham cheres kargo chiqarib beramiz. Xo'p, do'stlar, ustaning manzili Andijon viloyati, Andijon tumani, Oqyo'l mahallasida. Telefon raqamlari ekranda bo'ladi. Kelmoqchi bo'lganlarga lokatsiya tashib beraveradi. Tashib beramiz. Gap yo'q. Saydullo boshlardingmi? Boshladik aka. Xo'p, shundan ketaveramiz. Gap yo'q. Xo'p, razmeri, fason, narxi. Bo'l aka, 230 ga 330 tirish fasonimiz. Aha. 3 million so'm aka. Material, mo'shin material, ha. Pampers prujinada bo'lgan 22 plus machalka. Aha. Videoda boshqa ko'rsatgan karkas qismda tayyorlangan. Xuddi ashlar. Shu bilan bir xil. Shu bilan bir xil aka. Gap yo'q. Hozir mana bu tomonda yana boshqa ishlar ham bor. Ko'ryapsizlar, mana machalkalar ham shu joyda turib ekan. O'zimizda 3 million so'm. 3 million aka. Gap yo'q. 3 million so'mga vodiy bo'ylab dastlabki bepul. Endi qarang-ku. Stol nechi pul? Buni masalan stol razmer nechi bo'ladi? Buniki 175 ga 90 bo'ladi aka. Eng arzoni 500 mingdan, shu 1 million 200 gacha ketaveradi. 500 dan 100 dollargacha ketaveradi. Ha, ketaveradi. Gap yo'q. Masalan 5 million 500 milli stol bo'lsa 3 million 500 bo'lib qoladi. Gap yo'q. Lekin do'stlar, mana shu model ham chotki model. O'tirganda ham maza qilib o'tirasizlar. Gap yo'q. Xo'p, buni ham ranglari o'zgaradi, narxi o'zgaradi. O'zgarmaydi. Keyingimiz high-tech fasonimiz aka. High-tech. 430 ga 230 bo'ladi razmeri. Aha. Pampers prujinada bo'ladi. Karkasda xuddi shundan bo'ladi. Narxi 4 million so'm aka. 4 million. 4 million. Buni hozir noshkalari qatirilmagan. Qatirib beriladi. Qatirib beriladi aka. Ha, qatirib qo'yiladi. 3 ta pufiga bo'ladi aka. 3 ta tumba bo'ladi. 3 ta pufiga bo'ladi. Stoli 275 ga 90 bo'ladi. Aha. 500 dan 100 dollargacha bo'lgan. Orqalari ham o'zining materialda qoplangan. Endi bundayda do'stlar, bitta narsani tushuninglar. Agar bunga stol qo'yadigan bo'lsak, stollarda har xil variantlari bor. Ha, to'g'rimi? Bor. Endi nima uchun men hali ko'p obzor qilganim uchun men ancha bilib oldim.
Bitta stol qo'yiladigan bo'lsa, masalan, bunga 500 milli stol, yana boshqasiga 1 million 200 milli stol qo'yilsa, narxida farq ketib qoladi. Shuni hisobiga ugoloyda o'zi teriladida, klient cho'ntagiga qarab turib, stollarni tanlash imkoniyati bor. Xohlang 500 millidan oling, xohlang 100 dollarlikdan oling, xohlang 800 millidan oling. Albatta, farq yo'q. Shuni hisobiga ugoloylarni o'zini terib obzor qilyapmiz. Albatta stoli bor, faqat kelishilgan holda. Endi mana bu modelimiz. Bu Medusa modelimiz aka. 230 ga 430 oladi. Aha. Moshi materialda Pampers prujina. Buni e'tibor bersa, sidinasi kattaroq bo'ladi. Meduzani ham yorvaryashin ekan, Meduzani oluzi ekan do'stlar. Ashi o'tirganda odam turgisi kelmay qoladigan qilib ishlab qo'ysa lekin. Qo'l borishlari ham yaxshi. Aka narxi 6 million so'm. O'tgan safar ham 6 qo'ydik. 6 qo'ydik. Bu safar ham 6 qo'yamiz. Ha, bo'pti aka. Ha? 5 million 900 aka. 100 o'tya hech yo'q. 100 obunachilarga 5 million 900. Oldingi videoda 6 qo'ydik. Ha, 5. Endi olganlar olib, endi bundan buyog'iga mana 5 million 900 ming so'mdan do'stlar tavsiya qilamiz. Buni hamki bu rangi ham zo'r chiqqan. Misol buni maloshniklari, balotoylari ham dahshat chiqarsa kerak. Rangini nimasi yo'q aka, tanlaganini qilib beraveramiz. Pul o'zgarmaydi, rangi o'zgaradi. Xuddi shu razmer yoqyapti-da, kichikroq kerak bo'lsa, kichikroq razmerni ham qilib beramiz, albatta qilib beramiz. 5 million 900 mingdan ketdi. Keyingimiz Chester aka. Chester fason. 430 ga 230 aka. Ha, bundan yana bitta tayyorlabsa, oldingi videomizda ham bitta bor edi. Mashina joyiga qo'yib qo'yardim. Ko'p ketyapti-ku bundan. Ha, yaxshi ketyapti aka. Bundan ko'p sotilyapti. Uyimni burchagi to'lsin menga deb ko'pchilik aytayapti-da aka shunga. Ha, hali uyni burchagiga qo'yadigan bo'lsa, hali 45 graduslarda ochilib qoladi. Ha, buniki bunda to'liq boradi. Hali birovni ham tushib ketib qolmaydi. Albatta. Gap yo'q. Hozir bu ham ko'p sotilayotgan model. Ko'p ketyapti. Maloshnidan ko'p qilyapti. Orqalari ham o'zini materiali do'stlar. Orqalarida stipler do'qlarigacha ko'rilmagan, gap yo'q. Buni necha pulga beramiz? Buni gapiring-ku. 5 million qo'qitib beryapsiz-da. Endi men obunachilar uchun qayg'urib gapiraman deb-ku. 5 million aka. Gap yo'q. 90 gradusli burchagi 5 million so'm. 5 million. Keyingisi. Aka bu o high-tech ko'rsatgan high-techim bilan bir xil high-tech fason. Karishniy mana bu high-tech bilan, ha? Ha, karishniyda. Faqat buni materialida farq bor aka. Hozir bundan ham ko'p tayyorlabsiz, bundan ham yaxshi ketyapti shekilli. Ha aka, mana biyalarda ham bor shu materiallardan. Naval turibdi ekan. Gap yo'q. Tergani nima qilmasdan, shep. Buni materiali qimmatroq material bu. Ha, bu qimmatroq bu. Gilamni singari, o'sha so'z bilinadi. Necha pulga berasiz? 4 million 800 aka. 4 million 800. Endi buni qachonki material narxi tushsa, keyin narx tushadi buni. Gap yo'q. 3 ta pufiga bo'ladi. Asha stol ham mana 90 ga 275, 500 dan 100 dollargacha aka. Orqalari o'zini materialda. Material haqiqatda zo'r material ekan do'stlar. Mana ikkovsini ham bilinadi, ikkovini materialida. Ata yonma-yon. Endi bular yangi keldi-da bular. Bu yangi kelgan. Bular keldi, lekin bular ham zo'r. Tavsiya qilamiz. Endi narigi tomonda ishlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu ham high-tech. Bu ham high-tech. Bu ham high-tech. 230 ga 430. Katta razmerimiz. 3 ta pufiga bo'ladi aka. Pampers prujina. 4 million so'mga beramiz aka. Stoldan narxda. 4 millionga chiqaveradi bu. Chiqaveradi. Vodiy bo'ladi dastlabkasi bepul. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda beramiz. Endi xohlagan kelib, o'zi olib ketsin. Ha, xohlagan kelib. Agar imkon bo'lsa 1-2 so'm kami qilib berilaveradi, o'zi olib ketganlar. Ha, o'zi olib ketganlarga qilib beriladi. Ha, endi agar yo'q, men bormayman, sovuqlik kunida deganlarga o'zi olib beramiz. Ha, olib beraman aka. Gap yo'q. Keyingimiz. Bu tirish fasonimiz aka. Kichkina razmerimiz 230 ga 330 aka. Pampers prujina karkazlari yaxshi karkazlardan bo'lgan aka. 3 million so'm aka. Rangi o'zgarsa pul o'zgarmaydi. Gap yo'q lekin. 3 million so'm. 3 million aka. Xohlasa ikki xil rangda bir-biriga hamohang qilib ishlab beraverasiz. Xohlasa bir xil qilib beraverasiz. Xohlasa bir xil qilib beraverasiz. Unda ham, bunda ham narxi bir xil chiqaveradi. Bir xil chiqaveradi.
Gap Pufiga yo'q. ikkita bo'ladi bunda. Tumbasi ikkita bo'ladi. Mabodo menga 4 ta kerak yo 5 ta kerak desa, iloji boricha arzonroq narxda chiqarib berasiz. Chiroyli qilib chiqarib berasiz degan umiddamiz. Endi uka, biz endi shu Mebelch kanalimiz obunachilar uchun har doim chiroyli narxda iloji boricha ustalar bilan gaplashib arzonroq qilib beringlar deb harakat qilamiz-da. Endi hali ancha-muncha tushib bering degan desam, bundan hap olmaysiz. Ha, bo'ldi. Endi hali Tushib beramiz. endi 1-2 so'm bilan usta ham kamayib olmaydi. Misol boshqa mana qolmaydi. Endi odamlarni ko'nglini olamiz shu bilan. Ha, aka. Gap Qilib yo'q. beramiz aka, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha. Do'stlar, Saidullohga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa telefon raqamlari ekranlarda turibdi. Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Kelib ko'rmoqchi bo'lganlarga like atsa tashlab beraverasiz. Kelib shu joydan ko'raveradi, xohlasa, xohlovchilarga mana chiroyli qilib chiqarib beraverasiz. Saidulloh, sizga katta rahmat. Rahmat. Ishlarga omad. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.